Assalamu alaykum. Matematikada seyirlik formula degan darsimizniki 3-chi qismida ikkinchilik tanglimalarninki yeshish usulini keltirib chiqaramiz. Ikkinchilik tanglimalar degan vaqtimizda x'ninki kvadrati qo'shilgan bx qo'shilgan c teng 0 degan mana bundaq tanglimalarni ko'rsatdi. Bu ikkinchilik tanglimalar, ya'ni parabolalik tanglimalar. Bu yerda nima uchun ikkinchilik tanglima deymiz degan vaqtda bu yerdagi x ning noma'lum son bo'lgan x ning darajasi eng yuqori darajasi 2 bo'lganligi uchun. Endi buni yechishninki bir qancha xil usuli bor. Albatta ba'zi tanglimalarni ko'paytirishlarga ajratish usuli bilan nihoyat oson hisoblagan bo'ldi, lekin shundoq tanglimalar borki, ba'zi tanglimalar borki, uni ko'paytirishlarga ajratishga bo'lmaydi. U holda buni qanday yechib chiqaramiz? Buni yechib chiqaradiganning intayin oddiy va umuman hammalarni biladigan bir formulasi bor. U bo'lsa-mu, buningki yechimi x dan 2a dan minus b qo'shilgan ilingan yildiz ichida delta. Bu yerdagi delta deganimiz b'ninki kvadrati ilingan 4ac bo'ldi. Bu yerdagi a, b, c deganlar mana shu tanglimaning ichidagi koeffitsentlari. Ya'ni bu a'ning o'rniga har qanday bir son kelishi mumkin. Misol olsak 2x'ninki kvadrati qo'shilgan 4x ilingan 5 degan bo'lsak, teng 0 degan bo'lsak, bu yerdagi a teng 2, b teng 4, c teng minus 5 bo'ldi. Demek mana shu o'rniga shu sonlarni qo'yish orqali bu tenglimani yechib chiqara olamiz. Xo'sh, unda hozir bu tenglimi nereden kelgan? Buni qanday yechib chiqara olamiz? Ya'ni bu tenglimini nereden keltirib chiqarib olamiz? Bugungi darsimizning asosli nuqtasi mana shu bo'ldi. Bunu bilishdan burun biz tuvandagi formulani bilish, to'liq kvadrat formulasini bilishimiz lozim. O'z bo'lsa-mu, to'liq kvadrat formulasi degan nima degan vaqtida ikki sonning kvadrati, masalan, cho'ng a qo'shilgan cho'ng b'ninki kvadrati degan vaqtida bu a'ninki kvadrati qo'shilgan ikkaslangan a ko'paytirilgan b qo'shilgan b'ninki kvadrati bo'ldi. Bu hammalar biladigan to'liq kvadrat formulasimiz. Biz endi shu to'liq kvadrat formulasidan foydalanib turib, bizningki ikkinchilik tanglimalarni yechishning formulasini keltirib chiqarib ola olamiz. Ya'ni bundan foydalanib turib biz bu tenglimani, bu formulani keltirib chiqaramiz. Unda bo'lsa biz tenglimimizni yozaylik. Bizning tenglimimiz ax'ninki kvadrati qo'shilgan bx qo'shilgan c teng 0. Bu bizning tenglimimiz. Endi bu tenglimini mana shu holatga keltirib olishimiz lozim. Ya'ni bu tenglimimizni biz ikki sonninki yig'indisining kvadrati shakliga keltirib olsak, buni nihoyat oson hisoblab chiqaramiz. Buni qanday qilamiz deganda, buni oldi bilan oldidagi koeffitsiyentdan qutulishimiz lozim, buni osonlashtirish uchun. Buning uchun a'ga bo'lib bersak, tenglimining har shaklini a'ga bo'lib bersak, qanday ahvol yuz berdi deganda, buni a'ga bo'lamiz, mana a'ga bo'lamiz, mana a'ga bo'lib beramiz. Bu chog'da nima yuz berdi degan vaqtida a bilan a qisqarib ketsa, bu yerda x'ninki kvadrati qo'shilgan a'dan b x qo'shilgan a'dan c'ga o'zgaradi. Teng 0 bo'ldi. Ya'ni bu ikki tenglama o'zaro o'xshash tenglamalar amaliyotda. Unda siz buni texnik ilgirlagan holda yuqoridagi to'liq kvadrat holatiga keltirib qaraydigan bo'lsak, bu tenglimani bir yerga ekildigan bo'lsak, masalan bu yerda bir sonning kvadrati turdi a, bir son bilan yana bir sonning ko'paytmasi turdi va 3-chi son turdi. U chog'da biz masalan buningga mayadagi a ni x desak, x ga tatbiqlab olsak, shunaqmi?
Lekin undaganda AB degenni, A'dan B degenni yani bir yerdeki 2B var bir yerde. Ondan sonra bir yerdeki 2B A'dan B'ga tedbiqli bağım buldu. Ondan sonra nemi şu? A'dan C şu. Ucaqda A'dan C degenimiz B'nin kvadrati. Yani B degenimizin özü nemi teng buldu ucaqda. Yani A'dan C benim A yerdeki A'dan C degenni. Yani A'dan C degenni B'ninki kvadratıga. Yani bunu teğet yazsak texadım asan buluş mümkün. Bir yerdeki X degenni A'ga. Yani x'nin kvadratı degenni A'nın kvadratıga. A'dan B degenni 2B'ga. A'dan B degenni 2B'ga. A'dan C degenni B kvadrat teng qılıp alsak, uçaqda qanday ahval yüz berdi desеңlar, yani ma tengimiz boyunca yazgan vaqtida. X'ninki kvadratı qo'shilgan. Endi bir aldıda 2 bo'lish, yani 2AB bo'lganlik uchun bir songa 2 ni ko'paytib 2 ga bo'lib bersak hech qanday ahvol yuz bermaydi. 2 ga ko'paytib bergandan keyin 2 ga bo'lib berdik. A'dan B o'zi keldi. Qo'shilgan. Yani ameliyat 2 ko'paytib 2 ga bo'ldik degan gap, hech kim qilmadik degan gap. Va bu yerda x bor, ko'paytirilgan x bor. Qo'shilgan. Endi A'dan C hozircha o'z tutsin. A'dan C o'z tutsin. Teng 0. Hozir biz hech qanday qilmadik, faqat 2 ko'paytib 2 ga bo'lib etdik. U chaqda bu yerga qaraydigan bo'lsak, mau A'ning kvadrati, bir sonning kvadrati, yana bir son bilan yana bir sonning kvadrati, yani mayadagi ma son bilan x'ninki ko'paytmasining ikkisi ve mayada yana bir son turadi. Unda bu yerda buni qanday qila olamiz degan vaqtida, hozir bizningki birinchi sonimiz, yani A degan sonimiz x, yani A kvadrat degan x kvadrat. Shunday qilgandan keyin buni deyalaymiz. İkinci sonimiz qaysi? İkinci sonimiz 2'den 1 A'dan B. Yani 2A'dan B. Bu çağda bu 2A'dan B deganimiz ikinci son. Ve ikinci son, yani B'nin o'rniga son B'nin kvadratı bo'lishi kerak. Lekin B'nin kvadratı 4A'dan 4A kvadratdan B kvadrat degan narsa yo'q. Shuning uchun buni bu qatim qanday qilamiz deganda, x'ning kvadratı qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 2A'dan B x, yani 2A'dan B deganni bir son deb faraz qilaylik. 2A'dan B x qo'shilgan. Endi 2A'dan B deydigani bir son bo'lganligi uchun yani B, yani bizning nimizga B. Unda olsa bunun kvadratı bo'lishi kerak. Bu kvadratini qo'shib bersak, u chaqda 2A'dan B'ninki kvadratini qo'shib bersak, delmi-del mau bizningki to'liq kvadrat formulasimiz tushadi. Endi bu yerdagi bir sonni qo'shib berganligimiz uchun, yani o ilib etsak, yani ammagan bermagan bo'lamiz. Shuni 2A'dan B'ninki kvadratini qo'shib ilib etdik. Yani bu yerda hech qanday qilmagan bo'ldik amaliyotda. Qo'shdik ham ilib etdik. Bizning qo'limizda ishib qolgan narsa nima edi? Mayada ishib qolgan qo'shilgan A'dan C bor edi. Teng 0. Endi mau son, yani mayada x'ning kvadratı 2 kesilingan x ko'paytirilgan 2A'dan B, 2A'dan B'ning kvadratı. Bu nimaga tushdi desanglar, bu yerdagi x qo'shilgan ikkinchi son 2A'dan B'ninki 2A'dan B'ninki kvadratı tushdi. Kvadrat deb yoza olamiz. Qolgan taraf uchun bir şey qolgani ilingan 2A'dan B'ninki kvadratı qo'shilgan A'dan C bo'ldi, teng 0 bo'ldi degan gap. Endi bu nuqtaga kelgan vaqtida biz ma tenglimining ma'uning boshqa qismini, yani ma sondan boshqa qismini mayanga o'tkazib etsak, tenglimining o'ng tarafiga o'tkazib etsak, bu chaqda x qo'shilgan 2A'dan B
ninki kvadrati teng bo'ldi. Tengimining ma tarafga o'tib o'tganda bu plus bo'lib o'tib ketadi. Shuning uchun 2adan b'ninki kvadrat bo'lib o'tadi. Ya'ni bu buningki kvadrat bo'ladi. Oldidagi minus plus bo'lib ketdi. Mayli plus minus bo'lib o'tdi. Shuning minus a'dan c bo'ldi degan. Hem bunu texdim addiylashtirsak qanday avval yuz berdi deganda ma'ni kvadrat ko'tarib etsak 4a'niki kvadratidan b kvadrat bo'ldi. İlingan a'dan c. Endi bu ikkisini 4a kvadrat bilan a'ni umumiy mahraj keltirib etsak buningki umumiy mahraji 4a'niki kvadrati bo'ldi. Bu yerda b kvadrat o'zi keldi. Ankin bu yerga 4a kvadrat ilingan uçal 4a'ni ortiq ko'paytmaganligimiz uchun 4a'ni maya ko'paytib birimiz va c bo'ldi degan. Endi bizningki tanglimiz nima bo'lib shakllandi deganda bir sonning kvadrati, ya'ni bir narsaning kvadrati, ya'ni maya qaytadan yozaylik. X qo'shilgan 2a'dan b'ninki kvadrati teng 4a'ninki kvadratidan b'ning kvadrati ilingan 4ac degan narsaga keldik. Hem biz bilimizki bir narsaning kvadrati bir songa teng bo'lsa, ya'ni masalan bir alfaning kvadrati teng betaga teng bo'lib qolsa, biz buni alfani nima deb yoza olamiz? Qo'shilgan va ilingan kök yildiz ichida beta deb yoza olamiz. Yani mana bu şekillik bo'ldi. Mushu qoida bo'yicha ag'a vaqtida biz buni oddiylashtirish uchun b kvadrat ilingan 4ac ni biz bir deltaga teng deb olsak, buni biz diskriminant deb ataymiz. Buni tenglimining yeshimiga ega bo'ladigan bo'lmaydiganligini biladigan muhim uchurni shuni bilalaymiz. Lekin bu hozirgi darsimizning mazmuni emas. Bunu deltaga teng deb olsak, bu chog'da nima bo'ldi deganda x ninki x plus 2a'dan b'ninki kvadrati teng 4a kvadratdan delta. Bu chog'da mavi tenglim bo'yicha bu chog'da bir sonning kvadrati bunga teng bo'lsa, x qo'shilgan 2a'dan b o'zi nimaga teng bo'ldi deganda 4a'ning kvadrati, ya'ni buni yildiz ichiga ilib etishga bo'ldi. Qo'shilgan va ilingan yildiz ichiga ilib etsak 4a'ninki kvadratidan diskriminant deb yozishga bo'ldi. Bu chog'da biz map x'ning o'zini topsak nima bo'ldi hamda x'ning o'zini topsak, bu chog'da ma plus minus bo'lib o'tib ketadi. Minus 2a'dan b bo'lib o'tadi. Mayli plus va minus bo'ldi. 4a'ning kvadratidan a kvadratdan a 4dan 2 chiqdi. Shundan bo'lganlik uchun bu yerda bu yani 2a deb yoza olamiz. Faqat bu yerdan diskriminant qoldi degan gap. Ham buni oddiy shaklda yozsak qanday bo'ldi deganda bu teng 2a degan umumiy mahraj bo'lganlik uchun yoza olamiz. Ya'ni mayli minus b plus va minus yildiz ostida diskriminant degan. Demek biz ikkinchilik ta'limining ish formulasini keltirib chiqarib oldik degan gap. Ya'ni bizning formula usulimiz kelib chiqqan bo'ldi. Mana mushu formulaga sep turib, har qanday bir ikkinchilik ta'limining yeshimini tep chiqa olamiz. Masalan, misolga x ninki kvadrati qo'shilgan 2x ilingan 4 teng 0 degan ta'limini ish baqayli. Bu chog'da buningki buni x degan qiymatlari nimaga teng bo'ldi deganda formula o'ziga solsak 2a, ya'ni a degan 1ga teng bo'lganlik uchun 2 bo'ldi. B degan 2ga teng bo'lganlik uchun minus 2 bo'ldi. Plus 2 ya'ni minus b bo'lganlik uchun qo'shilgan va ilingan diskriminant b kvadrat degan qanchaga teng? B ning kvadrati 2 ning kvadrati 4 ilingan 4 ko'paytirilgan a
A degan 1. Anandaki c'ni ko'paytib bersek, -4'ni ko'paytib beramiz. U chog'da nimaga teng bo'ldi bu? Buni ishlasak 2 dan -2 plus va minus 4 ma minus ile ma minus qisqarib kelsa plus bo'lib ketadi. 4 qo'shilgan 16. Ya'ni buni 4 ni 16 qo'shsa 20 bo'ldi degan gap. 4 4 kar 4 16 20 bo'ldi. Unda buning qiymati qancha chiqadi? Buning qiymati 20 degandan 4 bilan 2 dan bo'ldi. Minus 2 plus va minus 20 deganda 4 ko'paytirilgan 5 ga ajratilishi bo'ldi. 4 dan 2 chiqsa qanday bo'ldi eng oxirida degan vaqtida? Minus 2 plus va minus 2 kök ilzası 5 2 bo'ldi. Bu 2'lerin hammasi o'zaro qisqarib ketsa, bizning qo'limizda qoladigan qiymat nima bo'ldi degan vaqtida? Minus 1 plus va minus ilzası 5 bo'ldi degan gap. Demak, buning 2 tal yishim bo'ldi. Bunun bir tal yishimi x1 deb ilişki bo'ldi. Bunun bir tal yishimi minus 1 plus ilzası 5. İkinci yishimi x2 deganimizning o'zi minus 1 minus ilzası 5 degan ikki yishim bo'ldi. Buni qanday tushunaylik degan vaqtida biz parabolalik tenglimini amaliyotda ikkinchalik tenglimini biz parabolaning tenglimasi deb qarashga bo'ldi. Buni mana y o'qi desak, mana x o'qi desak, masalan bir qolgan bir parabolani mana bu shunday shaklda chizishga bo'ldi. Hem bu parabolanınki bu şu x o'qida kesishgan ikki nuqtasi amaliyotda buningki ikki yeshimidan iborat. Shuning uchun parabolaning haqiqiy yeshimi bo'lgan parabolaning ikki yeshimi bo'ldi degan gap. Unda bugungi darsimiz mushaqich bo'lsin. Hammanglarning anglab berganiga rahmat.